Naqdsiz hisob-kitob adolat va himoya vositasi. Bunga sahnalashtirilgan ushbu hayotiy voqelik misolida yana bir bor ishonch hosil qilasiz. Hujjatlarim joyida. Soliqlarni vaqtida to'layman. Lekin yonimda do'kon bor. Narxi arzon. Hamma savdosi naqd pulda. Xaridor o'sha yoqqa ketadi. Nima qilsam bo'ladi? ...2026-yildan elektron to'lovlarni qabul qilish uchun yagona QR kod joriy qilinadi. Chunki iqtisodiyotimizda hisob-kitoblar naqdsiz ko'rinishda qancha ko'p amalga oshirilsa, aholi ham, davlat ham shuncha ko'p naf ko'radi. Keling buni kundalik hayotimizda ko'rib chiqamiz. Hozir ketyapman, hozir. Assalomu alaykum xola. Va alaykum. Yaxshimisiz? Qarzingiz bor ekan, 400 ming qarzga o'tibsiz. Shuni ana qilib yopib yuborsa, naqd bersangiz yaxshi bo'lardi. Sizga ham oson, tez ishimiz bitardi. Siz ham qiynamasdik. Qarz o'tibmanmi? Hozir. Mana sizga ko'ringiz. Mana kvitansiya xola. Rahmat. Sog' bo'ling. Oyi qarzi to'ladim dedingiz. Hali ham to'lanmagan-ku. Shuni elektron to'lash kerak edi, oyi. Ha? Shunday afsuslanib qolmaslik uchun 2026-yil 1-apreldan elektr, tabiiy gaz, ichimlik suvidan foydalanganlik uchun to'lovlar bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshirilishi belgilandi. Elektron to'lash degani nimasi? Oyijon, elektron to'lov degani hozirgidek cho'chishmaysiz degani. Har xil soxta inspektorlar kelib, to'lovlarni naqd pulda olib, soxta kvitansiya berib ketmaydi degan. Hozir uyda o'tirib ham to'lovlarni, kommunal to'lovlarni to'lash mumkin, oyi. Voy, rostdan. Yashirin iqtisodiyot hisobiga davlat byudjetida katta yo'qotishlar yuzaga kelishi mumkin. Ana shunday yo'qotishlar bo'lmasa, davlat maktablar, shifoxonalar, yo'llar qurishi, transport infratuzilmasini tubdan modernizatsiya qilishi mumkin. Naqd to'lov yashirin iqtisodiyotni rag'batlantiradi. Huquqsizlik, ishonchsizlik, adolatsizlikka sabab bo'ladi. Naqdsiz to'lov oshkoralik, himoya, adolat garovi. Ana, to'landi. Endi ko'chaga chiqmayman. Soxta odamlarga ham ishonmayman. Zo'r bo'ldi. To'lab. Naqdsiz to'lov sifat va xavfsizlik kafolati. Naqdsiz iqtisodiyot bu yashirin aylanmalarni qisqartirish, halol tadbirkorni nohalol raqobatdan himoya qilishdir. Yana tekshiruvlar bo'ladimi? Yo'q, asosiy e'tibor yashirin aylanmalarga qaratiladi. Byurokratiya kuchayadimi? Yo'q, raqamlashtirish va soddalashtirishga yo'l ochiladi. Naqdsiz hisob-kitob, adolatli jamiyat, halol biznes, qulay hayot uchun. Unutmang, halol ish himoyada.